Qaraqash hujjatlari jinoyat arxividir. Abdori Abduvali Ayub. Qaraqash hujjatlar deganimiz vatandan chiqqan Qaraqash nahiyasidagi bir ko'cha boshqarmasidan tutilganlarning 137 betlik arxivi. Bu arxiv har bir tutqunning 3 avlod jamiyati va 6 xil ijtimoiy munosabat chambarki ichidagi kishilarning tafsiliy ma'lumotini o'z ichiga olgan. Hujjatlarda hatto ba'zi tutqunlarning Taylandga qamalib yetayotgan tuqquni borligiga qadar va ularning ism familiyasigacha xotirlangan. Mazkur hujjatlar 2019 yil 8 oyda bir qahramon Uyg'urning vatandan yo'llashi bilan qo'lga tushgan. Hujjatning o'g'irlanganligi ma'lum bo'lgandan keyin Xitoy jiddiy harakatga o'tgan. Shuning bilan Xitoy hukumatı Dubayga maxsus bexatarlik xodimlarini avatib, mazkur hujjatlarni surishti qilgan. Surishti qilg'il kelgan Uyg'ur saqchining ismi va rasmi qo'limizda bor. Mazkur saqchi uchun Turkiyada va Dubayda ishlayotgan kishilarmi bizga sir emas. Men mazkur hujjatlar haqida uchurlarni oshkorlagandan keyin mening va ayolimning urug' tuqqanlaridan 14 kishi yangidan tutildi. Hatto Xitoy o'lkalarida o'qiyotgan tuqqanlarning farzandlariga qadar tahdidga uchirdi. Bummo hujjatlarning Xitoyni naqadar sarosimaga solganligining belgisi. Lagerdagi tutqunlarning ma'lumoti burunmi oshkorlangan. Hozirmi eqib yurgan tizimliklarmi bor. Ammo Qaraqash hujjatlardek mukammal hujjatlar bugungi kunda birdan-bir paket sanaladi. Chunki uningda tutilg'uchining emas, tutquchilarning kimligi va kimlarni qanday tutganligi bor. Tutilganlarning qachon, qanday tutilganligi va hozir qayerda turayotganligi, ideya, kayfiyati, tafsiliy ahvollar yozilgan. Hujjatlarni Uyg'ur tilida tarjim qilib e'lon qilishga boshlagan 2 haftadan buyon men oilamga nima kunlar kelganligini bilmayman. Ammo menga tahdidlarning kelgini meni qo'rqitolmaydi. Hujjatlarning bir qismi e'lon qilingandan keyin bu haqda tunji guvohlik bermoqchi bo'lgan qarindishimiz qarordan yenib oldi. Bu menga Xitoy jasuslarining va Xitoyning Turkiyadagi kuchi haqida bishorat berdi. Shunga bundan keyin bu haqdagi uchurlarni demayman. Qaraqashlik qarindoshlarimizni guvohlikdan to'sish, ularni mendan gumonlantirish, hatto ba'zilarini qo'rqitish bilan bu hujjatlarni jimjit besiqtirmoqchi bo'lganlar aniq Xitoyning jasuslari. Ular xiyolini xomchoqlabdi. Men 2013 yili mayda Qaraqashda 2 qatim Qaraqashlik qarindoshlarimizning dasturxonida bo'lganda ularga nima degan bo'lsam, ularni nimaga boshlagan bo'lsam, shuning badalini o'zim yolg'iz o'tab zindonga kirdim. Bugunmi badalni oilamdagilarning tutilishi bilan o'tayapman. Ammo beshimga nima kelsin, menga ishongan qarindoshlarimizning hech birini diloga sherik qilmadim. Bundan keyinmi sherik qilmayman. Meni qaraqashliklarimga sat ko'stib, Qaraqash hujjatlarining xalqaro jamiyatdagi, axborotdagi va oxirida xalqaro sotdagi rolini yo'q qilmoqchi bo'lganlar uxlamay tush ko'ribdi. Millat sallarni biladi. Uyg'ur sallarning azaldan bir Xitoyning burnini qanatmay yoki Xitoydan bir tastak yeb baxmay chet ellardagi bexatar davoda vaqirab yurganingni.
yoki buling pushqoqda timisqilab yurginingni, yoki tijorat qildim degan ot bilan Xitoy, Turkiya va Dubay orasida qatnab yurginingni obdan biladi. Bizmi bilamiz. Şoňa oyuningni yig'ishtir. Men burun hech kimga tahdid salmagan. Endi salaman. Xuddi senlarning Xitoyga o'mak bo'lib bordig'iningni qandaq pash qilib, o'yiningni qandaq buzgan bo'lsam, bu qitim qarqash hujjatlarini jimiqtirish o'yiningni mo shundaq buzaman. Qarqash hujjatlari jinoyat arxividir. Xitoy şoňa barlıq kuchini ishqa silib, guvochilarni tunjuqtirmoqchi, qo'rqitib ovozini o'chirmoqchi. Ammo men qarqashliqlardan shubhalanmayman. Ular cho'qim Xitoyning bu jinoyat arxiviga birmi-bir shohid bo'lib, Xitoyni xalqaro jamiyatda mat qiladi. Bu hujjatlar qarqashliqlarning quroli. Ular bu hujjat orqali axborot jangida Xitoyni mag'lub qiladi. Qarqashliqlar oxirida bu hujjatlarni xalqaro sudda lager jinoyatchilarining ko'ziga tiqadi. Tugidi. 2020 yili 1-oyning 1-kuni.